Jinoyat va huquqbuzarliklarni mahallabay jilovlash, har bir mahallada osoyishta va xavfsiz muhitni yaratish bugunning eng dolzarb vazifasi sanaladi. Bu ezgu maqsad davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilinayotgan farmon va qarorlarda ham o'z aksini topmoqda. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi rahbariyati ishtirokida tuman xalq ta'limi bo'limi binosida o'tkazilgan yig'ilishda shular haqida atroflicha so'z yuritildi. Maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari hamda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi firmalarning rahbarlari qatnashgan yig'ilishda jinoyat tushunchasi va xususiyatlari haqida ma'lumot berildi. Ichki ishlar organlari xodimlarining targ'ibot tadbirlari va sa'y-harakatlari bilan axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga barham berish va fosh etish ishlari olib borilayotganligi ta'kidlandi. Ishtirokchilar bu borada ogohlikka chaqirildi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Yangiqo'rg'on mahallasida bo'lib, mahallabay ishlash tizimi bo'yicha rais, profilaktika inspektori, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, ijtimoiy xodim va soliq inspektorlari bilan yuzma-yuz suhbatlashdi. Ularga davlatimiz rahbarining yaqinda qabul qilingan birinchi sonli qarori mazmun mohiyatini tushuntirib berdi. Shuningdek, mahalla yetiligi bilan birga xonadonbay o'rganishlar olib borilib, fuqarolarga kiberjinoyatlardan jabrlanmaslik yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Joylarda o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar aholining ogohligini yanada oshirib, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga, har bir mahallada osoyishta va xavfsiz muhitni yaratishga xizmat qiladi.